Nazarbek ittifoqdan hovli qidirayotgan oq ukalarimizga 7 xonali 2 sotuq hovli chiqdi. Buni narxini 54 ming qilib beramiz dedilar. Okalar, mahallaga gap bo'lishi mumkin emas. Tayyor. Bu yonidagi hovli sotildi, Ugulovoydagi hovlilar sotildi. Maktab, bog'cha, masjid hammasi yaqin. Yana bitta zo'r tomoni Nazarbekda magazinlarda juma kunlari nonlar tekin bo'lar ekan. Shunaqa saxovatli oq ukalarimiz ko'payaverishni, Alloh ishligiga baraka bersin. Katta uychilarni obzor qilamiz. Bu 7 xonali hovlimizdan birinchi etajiga kirdik mana. Xo'p, bu zinalari oshxona. Oshxonalari ham katta ekan, ko'xinliklarni qo'yib qo'yib, gazlarni qo'yib qo'yib, hovliga qarab o'tirsanglar bo'ladi. Mana gips kardonlar, rechpech, televizorlarni ilib qo'yasizlar. Radnoyam Zalotoyim yaqini, Nazarbek toza havo, dardga davo. Bu zal qilib qo'yasizlar. Buni mehmonlar shunday eshikdan kirib kelganda, keling deb olib kirib keturasizlar. Katta ekanlar. Xo'p, bu yoqda endi spalni. Xohlasangiz bolalar xonasi qilib qo'ysanglar ham juda nur ustiga a'lo nur bo'ladi mana. Shuna romlarni eshiklarni qo'yasizlar. Bu yoq sanuzel. Ketdi endi ikkinchi etagiga chiqamiz. 7 xonali hovlimizdan ikkinchi etagiga chiqdim. Gap yo'q lekin. Yaxshi, Radnoyam Zalotoyim yaqini, bu yoq ham zal. Al GMP'larga kelib qolsa, chiqmalaringni mana shu xonaga qamab qo'yaverasizlar. Televizorlar ko'rib, maza qilib burchaklarda aylanib, uxlab qolishadi. Xo'p. Endi xohlagan nimadir qilib qo'ysanglar bo'ladi bu yoq. Bu yoqda ham juda katta ekan. Yaxshi okalarim. Lekin menga gap yo'q-da, Sherali Jo'rayevlarni shunday muzikasini qo'yib qo'yib, hop, bu yoq sanuzel bo'lsa kerak. Hop, endi bu yoq xonaga kiramiz. O'zi xonalar ham juda ko'p ekanda. Men bitta mana bojalar kelganda kofilarni damlab, yoshinglarni eslab. Bay. Bu yoq ham sanuzel, chiroyli tayyor. Hammasini gips karbon bo'lgan. Bu yoqqa endi ota-onalarni shunday chiroyli joylar qilib bersanglar, mana yoqqa televizorlarni ilib, mashdan o'tgan ketganlar. Voy palonchi, qozon qo'yib qilamizmi, shashlik qilamizmi deb mahalla mehr oqibat, Chorsu, Samarqand darvoza, Chig'atoy hamma shu yerda ekan.